Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Turma xotirlari Mahbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Tahoratsiz namoz o'qimaslik. Har qatim so'roqdan kirsam, Farhod kiyimlarimni purab ketadi. So'roqchilar uzildirmay tamaki chekkanligi uchun so'roqxonani qoplagan islar kiyimlarimga singib ketadi ekan. Bechora banga bu puraqni xuddi havolanma ishki ichilganda men talaning havosini purab hayajonlangandek bir mastxushlik bilan purab ketadi. Uningga qarab ichim og'riydi. Uni yangyonga bog'lab olgan narsa, uni cho'moqchilikda shu qadar rahimsiz qilayotgan narsa mushu xumor edi. Kamir bo'yicha sirtqa eng ko'p ilib chiqilib, eng uzun so'roq qilindigini men edim. Kamirdoshlar tashna bo'lgan tamaka puraqini sirtdan ilib kirib, ularning xumorini qo'zg'atadiganmu men edim. Her so'roqqa ilib mingilganda Yangyongmu tamakining jidilini qiladi. Meni bir kunda 2 yoki 3 qatim, ba'zida kechalab so'roq qiladigan bo'lg'achqa, Kamirdagi boshqa Xitoy va Uyg'ur mahbuslarining tamaka deb yelinishlariga duch kelatdim va rad qilib azor yeytdim. So'roqning 3-kuni kech soat 9larda oxiri tamakini Kamir boshlig'i Yangyongga emas, Farhodga olg'ach kirdim. Uning bir chekim tamaka uchun Yangyongning oldida u qadar kuchuklanib ketishi ichimni ilishtiradi. So'roqchidan so'rab, ko'zoynakning qipiga yoshirib olg'ach kirgan bir tal tamakini kameraga qarab ansirab turib, titragan peti aran tutquzdim. Ajab kundi yelinsam akirmagan tamakini bugun gap qilmasammo akirpsan-ku, dedi Farhod. Sana tamaki akirmaslikim seni tamakini tashlavatsa, tamakiga qo'shib ah xumaringmi unutilsa deytim. Seni bu qadar rahimsiz qilayotgan shu nijiz xumardan qutulsa, Yangyongga yaxshi ko'rinaman deb begunoh Uyg'urni qiynaydigan ishni qilmasmikin degan. Ammo men bir Uyg'urning Xitoylarning oldida bir chekim tamaki uchun unchalik xor bo'lib, undoq kuchuklanib ketishlariga chidamaydi ekanman. Şuna irademge xilap işini qilib saldım, dedim. Farhodning xumari tutib aran turgan bo'lsa kerak, yuzini qashlab turib ketdi. Yuzini qashlash oq chekkanlarning xumari tutqanda qiladigan harakati edi. U birdam qo'lidagi tamakiga, birdam to'risqa qaraydi. Oxiri xumariga chidamadi bo'lg'ay, yenimdan qopib, beshimizdagi kameraga kaynini qilib, aynaklik holada hojatga o'ltirgandek o'ltirib tamaki chekishga boshladi. Farhod birdam o'ltirib puxadan chiqqan bo'lsa kerak, naqsha e'tiqod kulimsirab, ko'zlarini mendan qochirgan peti xoladan yenib chiqdi. Xumorga qongan Farhod ruhliq ko'rinatdi. Gaplarim ta'sir qildimi qandoq? Yangi kirgan siyosiy mahbuslarga Kamir qoidasini varqiramay, tillamay, Uyg'urcha yodlatishga boshladi. Kamir qoidasi Xitoycha yodlanishi kerak. Bu shartsiz shundoq. Vaqt o'tkazolmay birdam uni, birdam buni xiyol qilib o'ltirib beqib, Farhodning harakatiga zan soldim. Kamir qoidasi va amalga oshmas huquq majburiyatlarning menga Xitoychasini yodlatgan edi. Anglab baqsam, men yodlagan Xitoycha bilan yangi mahbuslar yodlayotgan Uyg'urchasidagi kichikkina farq diqqatimni tortdi. Kamir qoidasidagi 11-moddaning Xitoychasi namoz o'qimaslik edi. Menmu shundoq deb yodlagan edim. Ammo Farhod buni Uyg'urchaga tarjima qilib, tahoratsiz namoz o'qimaslik deb yodlatqili turibdi. Qoidani qo'limga ilib qarasam, Uyg'ur mahbuslarining qo'lidagi Uyg'urcha yozilgan qog'ozdimu qoidaning 11-moddasida namoz o'qimaslik degan so'zlar yo'g'on yiziqliq ekan. Ammo Farhod namoz o'qimaslik degan so'zning oldiga mundaqla qargan odam osonlikcha o'qiy olmaydigan qilib maymoq harflar bilan tahoratsiz degan xatni qistirib qo'yibdi. Mahbuslarmu shundoq yodlig'ili turibdi. Siyosiy mahbuslarning g'amidi yo'q. 11-modda tahoratsiz namoz o'qimaslik deb yodlashiga qarab kulgim keldi. Farhodga qarab kulimsiradim.
Umu manga ko'zini hayyarlik bilan qisib qo'ydi. Burunqidek siyosiy mahbuslarga varqiramay, haqorat qilmay, ularning g'ururiga tegmay, xuddi astoydil muallimlardek qoida yodlatib ketgan Farhodga maslikim keldi. U namoz o'qiganligi uchun tutilgan, Qur'on o'qishni maxfiy o'rganganligi uchunla seriq siyosiy jiletkilarni kiyib, mashq kamerada xo'rlanayotgan shu janubluq yoshlarga namoz o'qimaslik degan moddani yodlatishni o'ziga ravo ko'rmagan edi. Farhodning masala hal qilishdagi farosatiga qoyil bo'ldim. Namoz o'qimaslik deb yodlashni mahbuslar xohlamaydi. Undaq yodlatishni uning g'ururimi ko'tarmaydi. Yodlatmasa umu jazolanadi. Shunga asli moddani tahoratsiz namoz o'qimaslik deb o'zgartishdinmi qamlashgan bir chorani topqili bo'lmaydi albatta.